Bizlarning ochilganimizda 4 yil bo'lgan munosabati bilan rassrochka olingan telefonlarga 10% chegirma aytib beramiz. Bu chegirmamiz 10-maydan tortib to 10-iyungacha bo'ladi, 1 oy davomida. 1 oy davomida kelib turib bir pasport evazini 1 oydan 12 oygacha bemalol bo'lib tursa, osonroq bo'ladi telefonlar. Aldandan 1 so'm pul to'lamang. 1.8 ga ko'radigan bo'lsalar 1,5 million so'm aytib bersa oladi. Bular 4.8 ga oladi. Qo'nunlarni bilasiz, antenna svязь tutish bo'yicha sal yusroq telefonlar bo'ladi. Undan keyin o'rtacha yurib turgan modellarimizdan X7D modellarimiz bor. X7D ekran udara chidamli, suv chidamli telefon bo'lib chiqadi. Ya'ni bo'g'ozdagi buzroqda yurgan telefonlar ishlamaydi. To'g'ri ishlaysiz. Qo'lni ekranda bo'g'oz saqlab oladi, tushib ketgan vaqt saqlab beradi. Telefon suv chidamli narsa, qo'lingizdan tushib ketgan vaqtda suv puv bo'ladigan bo'lsa, qo'lning himoyasi bor. Batareya. Batareya 6,5 ming mast. Hazarasib Implus telefonlar do'koniga keldik xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli Xorazm aholi bashari, yurtdoshlar. Biz Hazarasibdamiz. Ya'ni Implus telefonlar do'koniga keldik xudo xolasa. Buning adresini aytib bersak, Drujbastancha, Urganchdanga shuda. To'g'rimizda Hazarasib vokzalga yetarish, kelaverish. Bu yon tarafimizda pasporti 02 yoshini. Bu yonimizda Hazarasib bozoriga kelaverish xudo xolasa. Sizlar ko'rib qo'yasizlar, bir yandan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga kerakli video chiqarib qo'yishda davom etamiz. Mesela ketdik. Hozirlara ichariga kirib telefondan kanalda ochib o'tamiz. Implus ochilgandan 4 yil bo'lgan ekan xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Hozir keldingizmi xudo xolasa? Yaxshi, xudo shukr. Yaxshi keldingizmi? Shukur, rahmat. Shetda bu Implus 4 yil bo'lgan ekan ochilgandan. Ne yangiliklar bor xudo xolasa xalqimizga? Bizlarning ochilganimizda 4 yil bo'lgan munosabati bilan rassrochka olingan telefonlarga 10% chegirma aytib beramiz. Bu chegirmamiz 10-maydan tortib to 10-iyungacha bo'ladi, 1 oy davomida. 1 oy davomida kelib turib bir pasport evazini 1 oydan 12 oygacha bemalol bo'lib tursa, osonroq bo'ladi telefonlar. Aldandan 1 so'm pul to'lamang. 1 so'm sizdan? 1 so'm pul to'lamang. Keyingi oydan oylik to'lovini oyma-oy to'lab beradilar bo'ldi. Keyin narxlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bizda hozir ko'rib turganingizdek, Honor, Samsung, Tecno, Redmi model kompaniyaning telefonlari bor. Bularda o'rtacha xodoy bo'lib turgan narsalardan yurib turgan narsa Samsung. Samsung modellarimiz boshlanishda o'rtacha 1,5 million so'mdan boshlanadi. Samsung A07 modeli 4.1.8'dagi xodoy narsa. Undan keyin A17'miz bor. 17 ham bu 4.1.8'lik narsa bo'ladi. Bular o'rtacha 2200 dan boshlanadi. 2200, 2400, 2800 pamitana qarab 4.1.8, 6.1.8, 800 bo'ladi. Undan tashqari toza modellarimizdan ko'radigan bo'lsak 37, 57 modellarimiz ham bor. Ha, shu 57 toza keldi inshaalloh. Bular toza modellar. Samsung Bilgi modellari 37, 57, 8.1.8, 8256lik ikisidan ham bo'ladi. 37larimiz 4 million 400, 57imiz 5 million 200 ming so'mdan taxlab islatib bersak bo'ladi. Bular hammasi aytganim naqd baholar. Naqd baho, agar muddatli to'lov oladigan bo'lsalar, klientlarimiz keladigan bo'lsa, hisob-kitobini chiqarib beramiz. Qolgan bir ko'rayotgan do'konlardan o'rtacha 10%dan ozroq chiqarib beramiz. Shundaqa bir yandan narxlar aytib boshlaylik. Bu Honor model kompaniyamizdan bor. Honorlar boshlanishi bizda o'rtacha 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi. X5S modeli 464lik. 1.8'dagi bor, to'g'ri shu narsani. 1.8'dagi ko'radigan bo'lsalar 1,5 million so'm aytib bersa oladi. Bular 4.1.8'dagi oladi. Honorlarni bilasiz, antenna svязь tutish bo'yicha sal yusroq telefonlar bo'ladi. Undan keyin o'rtacha yurib turgan modellarimizdan X7D modellarimiz bor. X7D ekran udara chidamli, suv chidamli telefon bo'lib chiqadi. Ya'ni bo'g'ozdagi buzroqda yurgan telefonlar ishlamaydi. To'g'ri ishlaysiz. Qo'lning ekranda bo'g'oz saqlab oladi, tushib ketgan vaqt saqlab beradi. Telefon suv chidamli narsa, qo'lingizdan tushib ketgan vaqtda suv puv bo'ladigan bo'lsa, qo'lning himoyasi bor. Batareya. Batareya 6,5 ming mast bo'ladi. Svязь ham yaxshi deysiz. Svязь boshqa kompaniyaga qaraganda 1.5 balandroq bo'ladi. Keyin shu narsani, nima ulishini varianti X9D. Bularning batareyasi 8300 bo'lgan. Moshinari. Bu shunda eng nasi? Eng zo'ri. Eng zo'ri, eng qadavoydan bu. Eng zo'ri, eng bozor yaxshi bo'lib turgan narsamiz. Batareya 8300, ekran udara chidamli 2 metr balandlikdan tushgan vaqtda sinish ehtimoli kam bo'ladi.
Suva, kaynar suv, sovuq suv farqi yo'q. Qo'lni 1 metr, 1,5 metr chuqurlikda yarım saatdan durib Shunda ayam ishlaydigan va shunda bu. Hech ish bo'lmaydi. Ha. Honor'da 600 modelimiz geldi. Taza modellarimizdan 4 million dizaynlama so'm taxlab bersak bo'ladi bo'ladi. Bu ham bu yilgi modelimiz. Hem bu tarafda Redmi modellarimiz bor. Redmi'lar o'rtacha 1 million 200 dan boshlanadi. Redmi 5 A5 modelidan Xudoy tiklanib boraveradi. 2 million 2,5 million qolgan modellarini yasalab taxlab islatib Shunda hozir bitta eng arzon telefoningizni chiqsin, Redmi'da eng arzon telefonin boshlanasi Technoda boshlanadi. 1 million 100 ming so'm bo'ladi. 64 lik pamitli telefonimiz. Bular ham qolgan shu ko'rib turgan любой bir telefoningizni, ya'ni aytganimdek muddati to'lovi 1 oydan tortib to 12 oygacha, agar davlat ichida ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa 24 oygacha bo'lib to'lasa olib ketsalar bo'ladi. Xolosalar bir yana pasportni o'zini xolosalar pasport plastika farqi yasalar taxlab ishlatib ajoyib narxlarda barabar. Hozir masalan davlat ishida ishlamaydilar, oddiy xalq kelsa nishat beramiz. Davlat ichida ishlamaydigan bo'lsa, bir dona pasport bir pasportni yozana chiqarib beramiz. Agar pasport plastika, оборот plastika bo'ladigan bo'lsa, ertaga keyin chiqqan kredit chiqqandan keyin galib to'lab bermang, to'g'ri plastikdan kirib turaveradi. O'yindan chiqmagan holda to'lab o'tirsalar bo'ladi. Avtomatik o'tib turadi, shunda plastik bo'ladigan bo'lsa. Yani bu tarafta notebooklarımız var. Bu yerda demo zona. Demo zonada bu yerda telefonlarni ishlatib ko'rib, keyin osalar bo'ladi. Notebooklarımız var. Notebooklarımız ham bu yerda hozir ofis ishdan tortib ta IT yo'nalishdan bo'lgan notebooklarimiz bor. Bular ham bir dona pasport yozana, bemalol bo'lib to'lasa olib ketsalar bo'ladi. Aldandan to'lovsiz. Nishlari bor nimalar? Nishpalilari bor. Bu yerda Lenovo, Acer, HP qolgan turdagi notebooklar bor. Asus hammasidan bor. Bizda notebook xaritadagi mijozlarimizda somkasi, notebookni o'zini, somkasi, mishkasi, kovriki, Windows'i qo'shib beriladi ichida. Yana hozir gapiramiz. Bu yerda telefon, notebook emas, bir de aksessuarlarimiz bor. Avtoholder, mishka, USB, zaryadchik, qolgan narsalari yasalab bemalol taxlab bersak bo'ladi. Hazaras filialina. 4 tane filialimiz bor. Nangiz borang bu shunda? 4 tane filialimiz bor. Birisi Urganchda, birisi bu yerda Xanqadan bormi? Xanqa, Sovot, Urganch, Hazaras. 4 yerda hozircha. Ya. Shundaqa bor telefonlar asalar, nima qo'shib berib bilamiz bularni? Telefon muddati to'lab oladigan bo'lsalar, bu tarafda podarkalarimiz bor. Bemalol ko'rib, kelib salab olsalar bo'ladi. Nelamang, chinnelamang. Ha. Bu telefon masalan o'zini asalar, Endi Samsung telefonlardan bo'lsalar, Samsungga shisha, chexol обязательно beriladi. Usiz iloji yo'q. Agar рассрочка chiqaradigan bo'lsalar, yanında дополнительный беспроводной наушник, aslında podarkalarni qo'shib bersak bo'ladi. Bizda Samsunglara 2 yil ofitsial garantiya bosib beriladi. Samsunglara 2 yil garantiya. Samsungga 2 yil. Samsungdan boshqa Honor, Techno, Redmi qaysi kompaniya bo'lsa 1 yil garantiya. 1 yil. Samsunglar yana 2 yil turibdi garantiyasi, 2 yil. Yani bularda 1 yil, Redmi'dan 1 yil turibdi Honorlar. Lekin shularga og'ir telefondan bo'la. Honorlar. O'rtacha 200-220 gram atrofi bo'ladi. Rahmat. Aga endi bu iPhone sayflarni ish ko'ribdi. iPhone desalar, iPhone farqi yo'q. Xalosalar so'nggi modellar desa so'nggi model, budjetli modellar desa budjetli modellar, iPhone 13, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 dan o'zi qolgan modellarni bularni ham muddati to'lov xarid etsalar bo'ladi. 13 o'zi bang. 13 ni o'zi. 13 o'zi. Bular toza bular. Toza narsa. Toza. Bir de bu ko'rinish yo'q bu yerda. Yo'q. Toza emas. Bu narsa yo'q, hammasi toza. Bu 17 ning o'zi 17 Pro Max. Pro Max oxiriga sang. Ha. 17 Pro Max yana xohlasa kelib turadi. Mana qarang, ranglar topsa bo'ladi bu yerda. Qolgan modelni qolgan saytida shu yerda topib beramiz. Bu hozir 13 ga xizmat berib bilamiz. 13dan skidka bahoda ko'pmiz. 13ni o'zini Midnight sveti bo'ladigan bo'lsa 5 million 800 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. Bularni yog'i bular ham baho aytib bilamizmi yo nima emasmi bular? iPhone'lar 17 Pro, 17 Pro Max'ga keladigan bo'lsak, bahosi o'zgarib turadi. Gundagi baho gunda bo'ladi. Shu ustida galasi to'xtab beramiz ular. 17 Pro Max'da qo'sana. Kelib qolsa qolgan turlarga telefon ekitib, qolgan turdagi ranglarga sapsa bo'ladi deb bular ham shu birinchi saqlab qo'shib bersa bo'ladi bular ham. Hammasini. Hozir masalan telefonni asalar, uni asalar masalan 17 dan asalar. Bular
Yani rasoshga aytib chiqarib berib qo'yamiz bular ham hozir. Valla muddati to'lov bemalol chiqarib beramiz. U prosumo maksimum farqi yo'q. Agar bularda asosan nodasan bir dona pasport yozgan, aldi ozgina to'lov bo'ladi. iPhone 17, 17 Pro Max'lar, 17 Pro, 17 Pro Max'larini. Undan boshqa xaloqa modellarni, Samsung Android modellarini aldan to'lov solib ketsalar bo'ladi. Bu neyimiz endi shu aytib o'tganingiz 10dan 10dan narxi, to'g'rimi? Ha, 10-maydan 10-iyungacha bemalol keladilar. Bir dona pasport evazini 1 so'm pulsiz keyingi oydan to'lov boshlanadi. To'lab ishlatadilar. Ana shu aytib turgan 10-maydan 10-iyungacha bo'lgan muddatning ichida 10%dan chegirma etib beriladi. Bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. 1 oy davomida haqida hurmatli obunachilar ko'rib turasiz. 1 so'msiz ish telefonimizni aktiv qilasizlar. Samsung desalarmi, Redmi desalarmi qolasa. Impresa kelarsa telefon kerak bo'lsa. Telefonlar, notebooklar qolasa. Kelib ishlatib ko'rib, lobo telefonni olib kelsa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, videolarimizda kelamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xohlasa adresini aytib o'tdik. Hazrasi bayon tarafimizdan to'g'rimizda Hazrasi vokzalga ketarish, kelaverish. Bayon tarafimiz Hazrasi bansiyadan kelaverishda ijdodan Dujibastonga Urgashtonga turadi hozir. Bayon ishona ketariz, bozorga ketamiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'ling, telefon nomerimizni qoldiramiz, bemalol xabar berasizlar.